xatdagi 20 tushadi mana bu. Yana bitta qarab, keyingisini qarab. Keyin olamiz. Alayhiga nisbatan keyin 20 takdir qilamiz. Mana bo'ldi. Keyin 27 da mana bu bo'ldi. 27 olardan o'tsa mana bo'ldi. 26 5'imiz o'z-o'zidan mana shu masofaydi, to'g'rimi? Mana shu masofaydi, mana bu tomonni qo'ydi. Mana 25'imiz qarshi kelib bo'ladi. Bizda agar o'yma ko'tarma bajarilmaganda edi, mana o'yma ko'tarma bajarilmaganda topografik sirtimizni kesirib bizga mana holatda bo'ladi. Hozir nechinchi nuqtada? Mana holatda bo'ladi. Tepalikni yon tomondan kesib ko'rsatgan. Ya'ni shu yo'nalish bo'yicha tepalikni kesganimizda bizga mana shu holatda ko'rsatadi. Bu holatda. Ya'ni bu hozir qaytimiz yo'nalish bo'yicha kesilganmi? Yo'nalish bo'yicha kesib ko'rsatgan. Xo'sh. Keyingi shig'imiz endi bizga kerak bo'ladigani mana o'ymani chegarasidagi mana bunga kerak bo'ladi. Birinchi nuqtamiz mana bu nuqtamiz, ikkinchi nuqtamiz bo'ldi. Mana bu nuqtani ham olaylik, uchinchi nuqta altdan joy tashlaylik. Bu uchinchi nuqtamiz bo'ldi. Mana bu joyimiz, to'rtinchi nuqtamiz bo'ldi. To'rtinchi nuqtamiz va mana bu joyimiz 5-chi nuqtamiz bo'ldi. Shu 5 ta nuqtani pastdan qo'yib olamiz. 5 ta nuqta. Ya'ni birinchi nuqtamiz qancha bo'lsa, qarang. Pastdan birinchi nuqtamiz. Birinchi nuqtamiz bo'ldi. Ikkinchisi ikinci nuqtamiz bo'ldi. İkinci nuqtamiz bo'ldi. Keyin uchinchi nuqtamiz. Hozir tasavvur olganimizda uchinchi nuqtamiz. To'rtinchi nuqtamiz. Beşinci nuqtamiz. Bu 5'inci nuqtamiz bo'ldi. 5'te nuqtamiz. Endi bunga e'tibor beramiz. Birinchi nuqtamiz. Mana bu shigirimiz, mana bu shigirimiz hozir birinchi nuqtani to'g'ri tepaga chiqaramiz, tepani keskincha, ya'ni shu o'yilgan joylarni keskincha. Mana bu birinchi nuqta. Birinchi nuqta. To'g'rimi? Ikkinchi nuqtamiz esa. İkinci nuqta necha metr balandlikda bo'ldi mana shu joyi? 1 metr. 28. 28. Mana oral joy tashlagan, bir interval joy tashlaymiz, lekin 27 bo'laveradi. 27 olganmiz. 27 ga ko'taramiz. Mana. Hali ikkinchi nuqtamiz bo'ldi. Mana bu yoqda ikkinchi nuqtamiz bo'ldi. Üçüncü nuqtamiz ki? Yani 20. 27'de. Üçüncü nuqtamiz. Dördüncü nuqtamiz. Yani 20. Bu ham 27'de bo'ldi. Üçüncü nuqtamiz.
5-chi nuqta. Burada mana mavi taban. Bu holatda o'yingan joyi bo'ldi. Bu holatda o'yingan joyi bo'ldi. Va mavi taban mavi o'yingan joyi bo'ldi. Faqat yana mavi joyi bo'ldi. Ariqqa joy tashlangan mavi holatda chizib qo'yishani bo'ladi. Ariqqa joy. Uylar bo'yicha kesib ko'rsatilgan. Xo'sh, qo'l ishini to'ldirishimizda ana bu qiyarligimizda holatda chizib chiqardik. Qaysi tarafga Holatda bu mavi tabanini guruh qarzdorlarga holatda chizib qo'yib mana bu joyini uzun siniq bo'lishi kerak bo'ldi. Mana bu joyimiz. kesib ketyapti. Ichida qolib ketyapti. Ko'tarma. Ana holatda bo'ldi. Mana chizmali qo'llarga